Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, Yashnarbek eshik obunachilari. Xudo xolasa bugungi manzilimiz Qo'shki bir Jayxun bozorning orqasi bo'ldi kottejlarimiz. Xudo xolasa hozir srochniy bir ikki tabaqali eshigimizni qurib berdik. Bir dona demir eshik. Bu eshigimizga kelsak 1-2 yillik lis bo'ldi. Hozir 2025dagi trend high-tech usulda o'tildi. Joyiga bosilib, dug'alar ham qo'yildi. Noshiklar ham hamma yeri karonlarni ham noshik bosib berdik. Joyiga. Buni profillerini ham kelsak 1.8lik profildan urdik. Qalonligi obunachilar. Teshuvlar bo'ldi. Arkasi helikopter bo'ldi. Xudo xolasa ishini sifatli eshik, demir eshiklar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasa, telefon raqamlarini tengina qo'yib qo'yamiz. Ammo sifatlatib berishga harakat etamiz. Garantiyasi 5 yil davomida 1 yilcha garantiya beramiz. Murojaat qilaverasizlar. Servis xizmatlari bor 5 yil davomida ichida. Xudo xolasa 5 yillik zamoklar qo'ydik. Ochib beklanishlarini ham ko'ravering, o'zi. Yonboshlarini ham ko'rsatmang. Obunachilar. Gördüğünüzden zaskoy. Hem özürlerimiz koyamız. Yani kesip net koyarımız. Gözünüz alacak. Xudo xolasa bu kottejimizde aynalarından ölçek koyupmiz. Çan eshiklarından ölçek koyupmiz Xudo xolasa. Bunu topshirgandan keyin yonboshimizda yine kottejlar bor. Xudo xolasa ko'rsatib boraveramiz. Kim ishini sifatli eshiklarga qilsa telefon uraverasizlar.